Jinlar insonlardan oldin yaralgan edi. Hijr surasida aytgan, biz insonlardan oldin jinlarni yaratgan edik. İnsonlardan oldin yashagan paytda ular buzg'unchiligini ko'paytirib yuborishgan va fasod, yer yuzida fasod qilgani uchun Alloh ularning imkoniyatini cheklab qo'ygan. Alloh subhanahu va taolo yer yuzida hukmronlikni ulardan olib insoniyatga bergan. Shuning uchun ular hasad qilgan. Shayton hasad qilgani u ham jindan edi. Uning ibodat qabul bo'lmadi, u odamga sajda qilmay kibr qildi va la'natlandi va uning jamoasi ham endi yer yuzida imkoniyati cheklandi. Endi ular yer yuziga yangi merosxo'r bo'lgan xalq. Mana u odamga dushmanlik qilishni ular qasd qilishdi. Va mana shu qasdda ularning yomonlari hozirgacha harakatda. Ular shaytonlar.